Keng oddiy odamdek ko'rinishi mumkin, lekin uni ajdodlari haqiqiy qahramonlar bo'lgan. Boylik 3 avloddan o'tmaydi deyishadi. Bu gapda jon bor shekilli. Uning oilasi qahramonlarga to'la va davlatning tayanchi edi. Lekin afsuski, uning avlodi zaif bo'lib chiqdi. Yaxshiyamki, biz Jenshiji oilasiga 100 ming yuan kompensatsiya ajratamiz. Bizning shouimiz ularning ishtiroki tufayli misli ko'rilmagan mashhurlik va yangi cho'qqilarga erishdi. Yaxshi boshliq, bajaraman. Biz bu mavsum uchun to'g'ri ishtirokchini tanladik. Ularning og'ir ahvoliga qaramay, shu uchun bu foydali bo'ldi. Shunaqa. Yaxshi, tushundim. Shen xonim, biz hozirgina xabar oldik. Ko'plab internet foydalanuvchilari bu yangilikdan hayratda. Hurmat belgisi sifatida shouimiz sizga 100 ming yuan yordam ajratadi. Rostdanmi? Albatta. Katta rahmat. Bu oilamiz uchun eng katta yordam. Shen xonim, bu atiga 100 ming yuan. Siz uchun bu shunchalik ham ko'pmi? Bunday sharoitda yashab albatta ularga pul kerak. U dasturga kelganida shahar ichidan kichkina uy sotib olishni orzu qilishini aytgandi. Uymi? Shen xonim, balki borib bu masala bilan shug'ullanarmiz. Hozirning o'zidami?